Assalomu alaykum hammaga. Mana bu dizayn nima deyapti, o'rtoqlar, nima deyapti? Hop, Chilonzor 18-kvartaldagi 2 xona, 3 xona qilingan uyimiz sotuvga chiqdi, jigarlar. Shunda mana bu zalimiz. Hamma mebel texnikasi bor. Kelib bitta faqat kiyim-kechak bilan kelib yashaydigan uy o'rtoqlar. Bu spalnimiz. Hop, spalnini qaranglar, o'zgacha dizaynga qilingan bu. Tarkibdan bunaqa remont qilingan, jigarlar. Remontiga ham chotki pul ketgan buni. Shkafchalar alohida tema, spalnilarni qaranglar. Osvesheniyalarni qaranglar, qanaqa ko'rib berib turibdi. Qaranglar, jigarlar qanaqa. Bu spalnimiz o'rtoqlar. Hop, bu yoqdan chiqamiz. Hop, zal baribir menga vash o'zimga ham yoqadi bu jigarlar. Hop. Bu detskiy xonamiz. Qaranglar, qanaqa detskiyimiz. Parda, shkaf, xullas hamma narsasi bor, gapirishga til ojiz deydi-ku. Hop, bundan chiqamiz balkonga. Kuxnyamiz balkonga chiqarilgan. Xolodilnik, tuda hamma narsasi bor. Qaranglar, hop. Eshiklarimiz alohida tema. Mana bu podyezddan kirishimiz. Bu ham chotki dizayncha qilingan, hop. Bu vannamiz. Vannada ham hamma narsa bor, hamma sharoiti bor. Razdельный tualet, vannasi отдельно. O'rtoqlar, bu tualet. Hop, bu kirish podyezdimizga. Kiyikcha nima deyapti? Hop. Jigarlar, bu uyimiz 76 ming srochniga sotiladi. Nomer qoldiraman pastda, yana aloqaga chiqsanglar, kelishtirib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar.